Birleşme xəbərləri to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Yangi Zelandiya parlamentida Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan bostirish qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb atash masalasi muzokara qilingan bo'lib, hokimiyat beshidagi ishchilar partiyasi tomonidan rad qilingan. Xabarda qayd qilinishicha, Yangi Zelandiya o'qituvchi partiya a'zosi Geri parlamentga taklif sunib, Yangi Zelandiya hukumatini Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan kishilik huquqi ig'ir daxl taruz qilish masalasiga qanday inkos qaytarishi kerakligini munozir qilishni talab qilgan. Hokimiyat beshidagi ishchilar partiyasi bu qonun loyihasidagi irqiy qirg'inchilik degan so'zni tilga ilishga qarshi turgan. Shu sababli hokimiyat beshidagi partiya bilan o'qituvchi partiyalar o'tirsida talash tortish paydo bo'lgan. Xitoy doiralari Wuhan virusi vaqalari ko'paygandan keyin Berma chegarasiga joylashgan Ruyli shaharida ko'chaga chiqishni cheklash buyrug'i e'lon qilganligini bildirdi. Yuqumning tarqalishining oldini olish uchun bir tekshirish punkti qurilgan bo'lib, shaharda milishmonlar do'koni va dorixona hisobga olmaganda nurg'un korxonalar taqalgan. Egilanishicha, Ruyli shaharida yaqinqi 20 soat ichida 15 nafar Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchi bayqalgan. To'qliq mashina ishlab chiqaruvchi Tesla Xitoydagi yangi masalalarga duch kelmoqda. Yaqinda bu shirkat ijtimoiy aloqa to'rlarida abonentlarning salbiy bahosini tekshirishni talab qilgan. 4-oydagi Shanxay avtomobil yarmarkasida tormoz masalasi sababidan hodisaga uchraganligi va oilasidan ayrilib qolganligini aytgan bir ayolning Tesla'ga bo'lgan noroziligi bu shirkatga qarata tanqid to'lqini qo'zg'agan. Bunun bilan Tesla'ning mashinalarini ishlatuvchilar ijtimoiy aloqa to'rida bexatarlikka bo'lgan gumon va tanqidlarni o'tirg'a qo'ygan. Türkiye Devlet Mudofaa Ministri Hulusi Akar, Amerika Devlet Mudofaa Ministri Lloyd James Austin bilan telefonlashdi. Türkiye doiralari Afg'onistondagi Hamid Karzai xalqaro aerodromining bexatar tijorati uchun ikki davlatning texnikalik vakillar o'miki o'tirsida o'tkazilgan uchrashdagi eng yangi ahvol muzokara qilingan yig'inning ijobiy va qurilish xarakterli bo'lganligini bildirdi. Gretsiya bosh shtab boshlig'i Konstantinos Filoros Afinadagi bosh shtabda rasmiy ziyoratda bo'lgan Misr qurolli qism bosh shtabining boshlig'i general-leytenant Muhammad Fariz Xiygazini qarshi oldi. Bu rasmiy ziyoratda ikki davlat qurolli qism bosh shtab boshliqlarining Misr harbiy qismlarining Gretsiya harbiy ma'arif organlarida tarbiyalanishi uchun hamkorlik kelishimiga imzo qo'yganligini e'lon qildi. Ming 2020 yillik Yevropa futbol lavha talashishi musobaqasining yarim hal qilg'uch musobaqasida England qo'shimcha vaqtda 1ga qarshi 2 natija bilan Daniya komandasini mag'lub qilib, hal qilg'uch musobaqasida Italiyaning raqibiga aylandi. Shunda qilib, England 1966 yildan buyon tunji qatim cho'ng musobaqaning hal qilg'uch musobaqasiga kirdi. Hal qilg'uch musobaqa 11-iyul Turkiya vaqti 22 da London Wembley tantarbiya sarayida elib berildi. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump 6 yanvardagi parlament hujumidan keyin o'zining hisoblarini taqavatgan Facebook, Twitter va YouTubening sohibi Google shirkatlari ustidan da'vo ochilganligini bildirdi. Yangi Jersey shtatidagi golf top klubida bu da'vo to'g'risida bayonot bergan Trump o'zining bu da'vodagi birdan-bir da'vogar bo'ladiganligini, 3 shirkatning kollektiv javobgar bo'ladiganligini aytdi. Janubiy Amerikaga joylashgan Haitining prezidenti Jovenel Moise uyida qasdlab o'ldirilgandan keyin Haitining vaqtliq bosh ministri Claude Joseph bu davlatda jiddiy holat e'lon qildi. Egilanishicha, Haitining 53 yoshli prezidenti Moise bir to'p qurolli kishilarning uyiga qilgan hujumida qazo qilgan. Ayoli Martin Moise og'ir yaralangan. Xabar qilinishicha, Moisening ayoli Martin Moise davolanish uchun Amerikaning Miami shahriga o'tkalgan.